Hech o'ylab ko'rganmisiz? Oddiy o'rtacha buxgalterdan 2 hatto 3 barobar ko'p maosh olishning siri nimada? Hamma yoqda gapirilayotgan Deep IFR o'zi nima va u qanaqasiga sizning daromadingizni bir zumda 30% dan 50% gacha oshirib yuborishi mumkin? Nima uchun aynan hozir, aynan O'zbekistonda bu sertifikatga bo'lgan talab bunchalik keskin oshib ketdi? Va albatta, dunyoning eng nufuzli katta to'rtlik kompaniyalarda yoki bo'lmasa Dubay va London kabi shaharlarda ishlash uchun qaysi diplom o'sha sehrli kalit vazifasini o'tadi? Agar shu savollar sizga qiziq bo'lsa, demak siz to'g'ri joydasiz. Chunki bugun biz aynan shu savollarga chuqur kirib boramiz va Deep FIR sertifikati sizning karyerangizni va eng muhimi, hamyoningizni qanday qilib butunlay o'zgartirib yuborishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Biz sizga O'zbekistondagi oddiy buxgalter bilan xalqaro darajadagi mutaxassis maoshi o'rtasidagi farqni aniq raqamlarda ko'rsatamiz, katta to'rtlikdagi daromadlar pog'onasini birma-bir o'rganamiz va hatto AQSh, Angliya va BA kabi davlatlardagi maoshlar qanday ekanligini ham tahlil qilamiz. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, demak tayyor bo'lsangiz keling, karyerangizni butunlay yangi bosqichga olib chiquvchi sirlarni birgalikda ochishni boshlaymiz. Bugungi tahlilimiz 4 ta asosiy qismdan iborat bo'ladi. Avvaliga keling DPFR o'zi nima va u sizga nima berishini tushunib olamiz. Keyin nima uchun O'zbekistonda unga talab bunchalik kuchayib ketganining sabablarini ochamiz. Shundan so'ng eng qiziq joyi, aniq raqamlarga o'tamiz. Qancha topasiz va qancha sarmoya qilasiz? Va nihoyat bu diplom siz uchun qanday xalqaro eshiklarni ochib berishini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi qism. Bu sirli ko'ringan DPFR qisqartmasi ortida aslida nima yotibdi va bu sizga shaxsan qanday foyda keltiradi? Keling, shu savolga javob izlaymiz. Oddiy qilib aytganda, DPFR bu Buyuk Britaniyaning dunyoga mashhur ACCA tashkiloti tomonidan beriladigan xalqaro diplom. Lekin bu shunchaki chiroyli qog'oz emas, aslo. Uning asl mohiyati bu sizga global moliya tilida gapirish imkonini berishidir. Ya'ni siz eng murakkab moliyaviy holatlarni ham xorijiy investorlar, xalqaro kompaniyalar tushunadigan tilda hisobot qilib bera olasiz. Endi tasavvur qiling, bu diplomni olish oson emas. Imtihonning o'zi ham juda jiddiy. Bittagina imtihon naq 3 soat 15 daqiqa davom etadi. To'liq kompyuterda topshiriladi va o'tish uchun 100 balldan kamida 50 ball olish shart. Bu uning qanchalik yuqori standartlarga ega ekanligini va uni olgan mutaxassis qanchalik qadrli bo'lishini ko'rsatadi. Xo'sh, ikkinchi bo'limga o'tamiz. Nega aynan hozir, aynan O'zbekistonda bu sertifikatga bo'lgan talab deyarli portlash darajasiga chiqdi? Buning sabablari juda ham aniq va asosli. Makka davlat islohotlaridan boshlandi. 2020-yilda qabul qilingan prezident qarori bilan mamlakatimizdagi deyarli barcha yirik o'yinchilar, banklar, sug'urta kompaniyalari, aksiyadorlik jamiyatlari majburiy ravishda xalqaro standartlarga o'tishi kerak bo'ldi. Natijada nima bo'ldi? Bozorda bu standartlarni biladigan mutaxassislarga nisbatan misli ko'rilmagan ochlik paydo bo'ldi. Talab naqadar yuqori ekanligini mana bu faktning o'zi yaqqol ko'rsatib turibdi. Muammoni hal qilish uchun hatto davlatning o'zi ham ishga kirishdi va DPIFR kabi sertifikatlarni olish uchun qilingan o'qish va imtihon xarajatlarini byudjetdan qoplab berishni boshladi. Bu shunchaki ajoyib imkoniyat va davlat tomonidan juda katta qo'llab-quvvatlash degani. Hurmatli do'stlar, agar ushbu ma'lumotlar sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, ushbu bilimlarni sizga berish uchun mehnat qilayotgan video ijodkorlari uchun like bosib qo'ying va bundan-da sifatli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang. Endi esa hammamiz intiqlik bilan kutgan eng qiziqarli qismga yetib keldik. 3-bo'lim. O'zbekistondagi daromad va sarmoya. Keling, endi quruq gapni yig'ishtirib, aniq raqamlarga o'tamiz. Bu sertifikat bilan qancha topasiz va kiritgan sarmoyangiz o'zini qancha vaqtda oqlaydi? Keling raqamlarga qaraymiz, ular hamma narsani aytib turibdi. Mana, ko'ring, standart buxgalter oyiga o'rtacha 6 dan 10 million so'mgacha maosh oladi. Lekin DPFR sertifikatini qo'lga kiritgan mutaxassisning daromadi darhol 15-20 million so'mga sakraydi. Bosh buxgalter yoki moliya menejeri darajasida esa bu ko'rsatkichlar bemalol 35 million so'mgacha va undan ham yuqoriga chiqadi. Farq haqiqatan ham juda katta, shunday emasmi? Endi keling, katta to'rtlikdagi vaziyatni ko'rib chiqamiz. Bu dunyoning eng obro'li auditorlik kompaniyalari. Bu yerda boshlang'ich mutaxassis 7-10 million so'mdan boshlasa, katta mutaxassis darajasiga chiqqanda maoshi 15-22 million so'mga yetadi. Menejerlar esa bemalol oyga 30 million so'mdan ko'p topishadi. Va bu eshiklarni ochadigan asosiy kalit bu aynan DPFR. Yaxshi,
Bu sertifikatni olish uchun qancha sarmoya kerak bo'ladi degan savol tug'ilishi tabiiy. Agar davlat yordamsiz hisoblaydigan bo'lsak, to'liq o'quv kursi va imtihonga ro'yxatdan o'tish uchun jami 16 milliondan 19 million so'mgacha mablag' ketadi. Ammo eng asosiysi nima bilasizmi? Maoshingiz o'rtacha 30-50% ga o'sishi hisobiga siz bu sarmoyani atigi 5-6 oy ichida to'liq qaytarib olasiz. Bu nima degani? O'zingizga, o'z kelajagingizga tikkan bu sarmoya bankdagi har qanday omonatdan ko'ra ancha tezroq va ancha ko'proq foyda keltiradi degani. Va nihoyat 4-bo'limga, ya'ni eng katta imkoniyatlarga yetib keldik. Gap xalqaro bozor haqida ketyapti. Bu diplom bilan siz uchun nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo eshiklari ochiladi. Tasavvur qiling, DPFR dunyoning 180 dan ortiq davlatida tan olinadi. Endi maoshlar miqyosiga bir qarang. Buyuk Britaniyada yillik 148 ming funt sterlinggacha, New Yorkda 150 ming dollardan yuqori, Dubayda esa oyga 30 ming dirhamgacha. Qizig'i, bu soliqsiz daromad. Shvetsariyada yillik 155 ming frankdan ko'proq. Bu raqamlar xalqaro karyera qurishni niyat qilganlar uchun qanchalik katta imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi. Keling, barchasini xulosa qilamiz. DPFR bu shunchaki ramkaga solib, devorga osib qo'yadigan diplom emas. Bu sizning qo'lingizdagi eng kuchli muzokara quroli. Bu sizning moliya bozoridagi qadr-qiymatingizni belgilaydigan va ish beruvchi bilan yuqori maosh haqida bemalol gaplashish imkoni beradigan vositadir. Demak, bugungi tahlilimizdan 3 ta asosiy xulosani yodda saqlang. Birinchidan, bu sertifikat sizning bozor qiymatingizni osmonga olib chiqadi. Ikkinchidan, u yuqori maosh talab qilish uchun eng ishonchli dalil bo'lib xizmat qiladi. Va uchinchidan, aynan hozirgi kadrlar tanqisligi paytida bu o'zingizga kiritishingiz mumkin bo'lgan eng to'g'ri va eng tez o'zini oqladigan sarmoyadir. Va so'ngida sizga bitta savol. O'z qadringizni va daromadingizni bir necha barobar oshirib, karyerangizda yangi cho'qqinlarni zabt etishga tayyormisiz? Umid qilamanki, bugungi tahlilimiz bu yo'lda sizga to'g'ri yo'nalish berdi. Keyingi chiqishlarimizda boshqa xalqaro sertifikatlar haqida ham albatta gaplashamiz. Agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna bilan bizni qo'llab-quvvatlash esingizdan chiqmasin. Biz bilim beramiz, sizdan esa ozgina e'tibor kifoya. Omon bo'ling.